Ovqatlari, yotoq joylari... Yotoq joylari yaxshimi aka? Ovqatlari ham yaxshi? Dadasi qo'ltiq tayoqda yurar ekan. Uni ustiga saqov ekan, zaboni yo'q ekan. Rahim qilib bir ikkisin berib yuboring. Xo'p akajon, xo'p, rahmat. Bo'pti. Xotin. 7 muchasi sog' salomat. Ishlasa o'ladimi? Voy, yo'q-e, savob bo'ladi. Berib yubora qoling bir ikkisim. Shu sog'lom bolada mana aytganimni qilgin, ko'chada ko'p yuraman, xotin. Aka, pulingiz kerak emas. O'zimni pulimni qaytarib bering.